Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshi insonlar, yaxshimisizlar? Yaxshi insonlarga bir yaxshi joy bor. Olaman deydigan insonlar bo'lsa, uyingizdan shuni chiqsangiz, yong'oq daraxtiga qaranglar. Yiliga bir 10 qop, 15 qop olsangiz kerak. Bu qo'rg'onxona. Bu tomonida obunachilar. 12 ta xona bor. Laboratoriya xonasi bo'lgan. Hozir ham ishlab kelyapti. 12 ta xonani cho'chqa qilib kosmetika remont qilib turib, bir choyxonami yo bir ishlab chiqarishmi, hozirgi kunda tadbirkorlar ko'payib ketgan, ishlab chiqarish qilsangiz bo'laveradi. Bu hali tadbirkorlik qiladigan bo'lsangiz, ofis bo'ladi, qabulxona. Bemalol kirib turib, bemalol bu narsani shartnoma qilib, mana shu yerda gaplashib ketsangiz ham bo'ladi. Kirgandan keyin obunachilar. Tadbirkorlar shuna. Koridor. Hozirgi kunda ham ishlab kelyapti. Mana ko'rasiz, bankalar, laboratoriya. Bu fermerlar bilan ishlaydigan joy. Yiliga 300 million, 400 million daromad qiladi. Mana bu tomondan qaranglar. Bu tomonda bir 4 tami, 3 tami 4 ta xona bor. Bu tomonga qaranglar. Hamma xonalar eshigini ochib qo'yganman. Mana xonalar ko'ryapsiz. Ishlab turgan joy obunachilar. Hamma eshigini ochib qo'ydim sizlar uchun. 2026 ga biznes boshlayman degan insonlar uchun bemalol olsa ham bo'ladi. Bu orqa tomondan chiqib ketish joyi. 16 sotida iborat, pashti 500 tadan oshiq keragi bor. Kameralashtirilgan, hamma tomon kamera, bu tomon soy, u tomoni kanal. Kanal bilan soyning o'rtasida joylashgan. Bu tomoningizda o qaranglar. Masjid ham yaqin. O, tip ko'rinib turibdimi? Masjid, obunachilar. 150 metrdan keyin masjid. Juda sharoit zo'r. Masjidga ham yaqin, suvlar tushirilgan, ichimlik suvlar. Hojatxonalar, bemalol yozgi kunda cho'milamansalar bu tomon kanal, bu tomon soy. Xolasalar soyda, xolasalar kanalda cho'milsalar bo'ladi. Telelar bor. Telelarni ko'ryapsizlar. Bu joyda hozir Oxunov kanaliga yo'qsa Mansibiy o'z kanaliga o'tsalaring, $100,000 deganida 87 mingga obunachilar uchun, puli bor insonlar uchun kelishtirib qo'ydik. Bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Hojatxona ham 2 xona. Ayollarga, erkaklarga, u tomon soyda qirib oladigan ponni teri, masjiddan boshlab to o kanalda bo'yigacha ponni teri, mana shu terilar ham o'shitga qaraydi. Bu oldi ko'rinishi obunachilar. Mana oldi ko'rinishini ham ko'ringlar. Oldi ko'rinishi. Kosmetika remont bo'lgan, pishig'ishdan bo'lgan, tepasi plitga bosilgan, 85-yil qurilgan. Olaman, o'sha yurgizaman deydigan insonlar bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilsa ham bo'ladi. Agar bizga hozir pul zarur ekan, boshqa ish boshlab qo'ymagan, o'shuning uchun srochno sotaman deyapti. $87,000 ga narxlashdik. Yana o'zlari bilan bog'lansalar ham bo'ladi, lekin puli bor insonga yaxshi joy. Mahallaning ichida joylashgan. Bu tomon kanal, bu tomon soy. Bemalol choyxona qilasizmi, tadbirkorlik qilasizmi, yo qanaqadirga bir biznes qilasizmi, yuradigan joy. Bu tuman viloyatlardan farqi yo'q. Xohlagan joydan kelib turib sotib olsalaring, ish yuritsalar ham bo'ladi. O'zlari aytayapti, yiliga misol uchun yozgi kunlarda 3 oy, 3,5 oy bittali fermerlarga misol uchun o'sha laboratoriyaga xizmat qilar ekan, 10 ta, 15 ta odamni ishlik qilib qo'ysalar ham bo'ladi. O'sha ishchi joyini ham topshirib ketadi. Gaplashsalar ham bo'laveradi. Bo'lmasam sizlar bilan haylashmaymiz. Oladigan insonlar bo'lsa, bemalol telefon qilsalar ham bo'ladi. O'zi yaxshimizda anchadan men video ham qo'yganim yo'q, zerikman qo'ygan bo'lsa kerak. Endi bu rahmatulloh ukamizni tog'larniki. Endi hali devor yiqilsa ham ichkariga yiqilsin deyman. Oladigan insonlar bo'lsa, sizlarga ilinib mana shu joyda aytyapman. Homilaki shaxsan menga yoqdi. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa kerak, bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Juda shinamgina joy. To'polonda zerikan odamlar ham bor-da. Shaharda ichida misol uchun bizda bitta biznes boshlagansiz-ku, u joyda misol uchun diqqat qilib qo'yapsiz. Tinchgina joyga kelib mana shu yerda biznesingizni misol uchun yurgisingiz bo'ladi. Mana shunaqa gap. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kunlar xayrli va barakatli bo'lsin. Rahmat bilan.